bolalik qilib berdim, men ularni davolab berdim ham kibr ekan. Voy men hech narsani qila olmayman, qo'limdan kelmaydi, yaxshi qila olmasam kerak deyverish ham kibr ekan. O'sha narsani men hal qilaman deb bo'yningizga olib qo'ygan bo'lar ekansiz, tushundingizmi? O'xshamaydi, qila olmayman, qo'limdan kelmaydi deganingiz ham kibr ekanki, shu ma'noda buni bolalik bo'lishi yoki buni shifosini men hal qilaman, men hal qila olmayman hozir deb bo'yningizga olib olish, u ham kibr ekan. Nima qilish kerak? Sababini qilishimiz kerak-da. Vaqtida dorilarni ichish, doktorga borish, analizlar topshirish, davolanish, inseminatsiya qilish, eko qilish, ukollarni olish va hokazo sababini qilish kerak. Shu narsani tushunib yetishimiz kerak ekanki, bizning ishimiz, mana zo'r o'qishimiz, bilimimizni ko'paytirishimiz, maksimalni patsientlarga vijdonan yondashishimiz. Rezultat mana qo'limdan kelganini qildim. 100% menga bog'liq emas bo'lishi kerak-da. Bir xil patsientlar kelib maqtashga tushib ketadi-da, voy, rahmat sizga. Bilasizmi, g'alati bo'lib ketaman bir xillarda. Xuddi, voy yo'q, qo'ysanglarchi, bu men emas deb ozgina qo'rquvga ham tushib ketib qolaman.